Hammaga salom alaykum. 2026-yil 13-fevral soat 2 bo'lyapti. Toshkent vaqti bilan o'zim tezkor ishimizni boshlayapmiz. Har doimgidek legendarniy tank. Havoyimiz bugun zo'r Toshkentda. Havo ochiq, issiq. Yetadi-yu. Bizning davr endi keldi, ishonavering, yoramiz. Bizning sezonlar ham kelyapti mana. Kunlar soat yomg'ir qorlar sekin-sekin kamayyapti. Kecha ham yomg'ir yog'di. Bunaqa ko'p emas. Lekin havo yaxshi. Kuzatib boringlar, yangi videolar tashlashga harakat qilaman. Podpiskalarni ham ko'payyapti sekin-sekin. Tank e'tibor qilmaymiz. Juda ham ko'p ketdi. Kecha yomg'irda ham uzoq joylarga borib keldik. O'shanga ertaga yoki indinga harakat qilaman tumoyga qorishga. Qanaqadir fikrlar yoki yana izohinglar bo'lsa, kommentlarda yozsanglar xursand bo'laman. Like'larni ayamaymiz. Ishimizni ozgina inovatga qilsanglar, hurmat qilsanglar. Hammaga yaxshi kayfiyat. Podpiska bo'lmaganlar podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat.